What the fuck? Men juda yaxshi joyda spawn bo'ldim. Menimcha bu yerlarda qishloq ham topsam kerak. Okey, bizga hozir daraxt chopishimiz kerak, chunki biz hali anchagina zo'r uy qurishimiz kerak. Men o'zimga versak ham yasab oldim. Endi esa o'zimga kirka yasaman. Kirka bilan o'zimga tosh qolaman va toshli aslahalar yasab olaman. Mana bu yerga tushamiz. Bu yerda yaxshigina toshlar va ko'mir ham chiqsa yaxshi bo'lardi. Mana bu yerdan ko'mir ketaveramiz. Lekin ko'mir ham bizga biroz kerak bo'ladi, chunki biz uyimizni yo'qchi. Yo-mayo, ko'mir ham chiqib qoldi bu bola. Juda yaxshi lekin bugun omadli kun bo'lyapti. Menga yoqadi. Bu ko'mirlarni olamiz. Biz bu ko'mirlarni hammasini olamiz va o'zimizga kerakli kirkani, ya'ni toshli kirkani yasab olamiz. O'zimga kerakli bo'lgan hamma narsalarni yasab oldim. Hammasi toshli. Toshli kirka, toshli bolta, toshli qilich, qutqaruvchi, hamma kerakli narsalarni yasadim bu yerda, lekin juda ko'p ko'mir bor ekan. Bu ko'mirlarni hammasini olaman, chunki menga bular har doim surib oldi. Menga ko'mir kerak bo'ladi. Undan o'zimga sham yasayman va sham bilan pastroq joyga tushib olmos topaman. Mana shunaqa meni logikam shunaqa, короче. Bizga ko'proq tosh kerak, hozircha toshimiz. Lekin ko'mir yetib qolsa, shaksta biroz kamda yana olamiz. Hammasini olganimiz yaxshiroq. Chunki qancha ko'p ko'mir bo'lsa, shuncha ko'p daraja ham, shuncha ko'p bizga kerakli bo'ladigan narsalar ham bizga ko'proq bo'ladi. Okey, buni ham olamiz. Yana bormi? Bo'ldi, qolmadi. Hammasini oldik. 24 ta chiqar ekan. Endi o'zimizga kerakli bo'lgan toshni olamiz. Toshni 20 ta qilsak, menimcha bo'ladi. 20 ta emas, 30 ta qilamiz. 30 ta menimcha aniq bo'ladi. 20 ta biroz kamroq. Yana 3 ta kerak bizga. Okey, 3 ta. Endi 30 ta bo'ldi. Endi bu yerdan chiqib qishloq qidiramiz. Chunki bizga qishloq juda ham kerak. Tepaga chiqamiz. Tepada bizning versak turibdimi? Ha, bizda versak turibdi ekan. Buni ham olamiz va endi qishloq qidirishga ketdik. Bu yerda qishloq ko'rinmayapti, lekin to'g'ri aytsam, bunaqa o'rmon joylarda qishloq 100% bo'lmaydi. O'rmon emas, yaxshiroq joylarga borib, keyin qishloq topsam ham bo'laveradi. Bu yerda qishloq bormi o'zi? Mayli, bu yerda qishloq yo'q. Shu tomonga qarab ketaveraman, balki shu yerda qishloq bo'lsa kerak. Shu tomonga ketdik. Bu mana ochiqroq joy bo'ldi. Endi bu yerda daraxt ham yo'q, daraxt yo'q joylarda esa qishloq bo'ladi. Anchagina yaxshi joy ekan, jo'nashga qarab ham ko'ramiz. Bu yerda nima? G'orlar ham bor ekan, lekin to'g'ri aytsam, menimcha shu to'g'ri ketayotgan tomondan qishloq chiqsa kerak. Chunki bunaqa tekis joylarda aniq qishloq bo'ladi. Mana bu yerda pastda nimada ko'rinyapti? Yo-mayo, qishloq. Qanaqasiga men shunchalik ham bilaman. Endi qishloqni oldiga boramiz. Va nihoyat men qishloqni oldaman. Bu yerda golem bor ekan. Nimaga bu yuguryapti? Nimani quvlayapti bu? Nimaga yuguryapti? O'sha golemga nom qo'yib keting kommentga. Qandaydir nom qo'yaylik bu golemga. Men lekin buni yugurvoy deb nomlayman. Chunki u faqat yugurar ekan. Bu golem yugurishdan boshqasini bilmayman. Shunga kommentga o'zingiz shu golemga ism qo'yib keting. Bu videoni agar ikkinchi qismini chiqarsam, ikkinchi qismida buni yugurvoy deb ataman. Okey, biz mana bularni hammasini olamiz. O'zimizga kerakli narsalarni ham yasab oldim. Va men bu qishloqni hammasini o'marib chiqib, daraxt chopib, o'zimizga baza quramiz. Mana yugurvoy. Nimaga yugurvoy? Ana yuguryapti. Endi yugurmayapti, nimaga deyapganim, yuguryapti ana. Yugurvoy namuncha yuguraversam bo'pti, bildik yugurishingni. Biz hamma joyini o'marganimizni pauza qilib qo'yaman, chunki bu yerni 1 soat o'marsam kerak. Va nihoyat men bu qishloqni o'marib bo'ldim. Endi o'zimizga daraxt chopamiz, chunki biz axir daraxt chopib baza qurishimiz kerak. Shuning uchun biz juda ko'p daraxt chopamiz. O'zi ham 26 ta daraxt chopganimcha kech bo'lib qoldi. Namuncha tez bo'ldi, nimagadir bilmadim. Endi shunchaki uyni biroz qurganimizcha quramiz va uxlaymiz. Uyni biroz qurishga ketdik bo'lmasam. Blogim yetgancha uyni qurdim, endi shunchaki uxlayman. Va mazza qilib uxladim, lekin bugun to'g'risini aytsam, bu yerda qishloq bor ekan. Endi men o'zimga juda ko'p daraxt chopishim kerak. Daraxtni hozir chopganimni pauzada qilganim yaxshiroq menimcha. Sizlarga shunchaki daraxt chopganimni pauzada qilib qo'ya qolaman. Va nihoyat men bu yerdan ham kiy oldim, esanaman. Okey, menda necha stak bo'ldi? Qani hozir mana buni yig'aylik.
judayam qornim ochib ketibdi. Nechitak oho anchagina bo'lib qolibdi, salkam 3 stak bo'libdi, lekin mana даже boltam ham singan. Mana bu yerda uyim turibdi. Bu yerga borib endi uyni qursam bo'ldi. Tezroq borib olaylik. Mana bu blok lekin meni ko'zimga yoqmayapti. To'xtanglar, mana bu kichkinaga o'xshab ko'ryapti. Meni blogim ko'p bemalol yetadi. Bu uyni biroz bloklarni buzishimiz kerak. To'xtanglar, menda bolta yo'qmi? Bolta yo'q ekan. Unda o'zimga bolta yasab olaman. Qani bizga bolta kerak. Bu yerda bolta qani bor? Mana bizga axir mana bu kerak bo'ladi-ku. Endi bundan o'zimizga cho'p tayyorlaymiz-da, keyin bolta yasasak bo'laveradi. Ham bolta yasaymiz endi, chunki bizga juda kerak bo'ladi bolta. Okey, endi bizda bolta bor. Buni esa qurib tashlasak ham bo'ladi. Mana buni tezroq biroz kattalashtirish kerak. Bu juda kichkina bo'lib qolgan. Buni kattalashtiramiz. Lekin mana bu bo'ladi. Qaranglar, uzunligi anchagina uzun, zo'r uy bo'ladi shunda. 12-chi qavatni ham keyin qilamiz. Okey, mana bu yerdan buni mana bunday qilamiz, mana bunday qilamiz, mana bunday qilamiz. Okey. Mana endi zo'r uy bo'ldi. Mana bu yoqqa ketdik. Mana bu yerlarni ham mana bunday qilib chiqamiz. Okey. Endi buni mana bu yerdan bitta bo'lib qo'yamiz. Shunda sal chiroyliroq uy bo'ladi. Mana bu yerdan ham xuddi shunday qilib qo'ysak, anchagina chiroyli uyga o'xshaydi. Bu tomonda menimcha eshigini qilsak yaxshiroq bo'lardi. Bu yerni ham yopamiz. Lekin bu tomonga eshik qilmaymiz. Mana bu qishloq turgan tomonga qilamiz. Bu yerda ham mana bunday qilamizmi? Bu yer naqsa xunuk bo'lib qolar ekan. Buni shunchaki olib tashlab qolaman. Qaranglar, vashchi xunuk bo'lib qoldi. Shuning uchun buni olib tashlayman. Okey, bularni olib tashlaymiz. Endi anchagina mayo nima qilib qo'ydim. Endi buni shunchaki to'g'rilaymiz. Ana. Qarochi, endi bizga juda ko'p tosh kerak. Bu yerdan judayam ko'p tosh olamiz. 1 stakcha menimcha bo'lib qoladi. Xuddi shu yerdan 1 stak olamiz hozirni. Pauza qilib qo'yganim yaxshiroq menimcha. O'zim rosa ko'p olib tashladim. Kirkam ham sindim. Men shunchaki oladim. 1 stak olaman to'g'risi. 1 stak ham juda menimcha yetib bordi. Bu yerda endi uyimizni kattalashtirganman. Endi buni biroz naqsh qilishimiz kerak. Toshni ham qo'shaman deganman. Shuning uchun toshni ham qo'shamiz hamma joylariga. Undan oldin bizga qum kerak. Qumdan o'zimizga oyna yasaymiz, ya'ni deraza. Qarochi, bizga shunaqa narsa kerak. Mana bularni hammasini olib, bularni eritib, o'zimizga juda zo'r oyna yasab olsak bo'ladi. Mana bu versakni uyimizga olib kiramiz. Bu uyni ko'chasida turibdi ekan. Biz spawn bo'lganimizdan beri bizga yordam berib kelayotgan versak, bu uyga kirgizib qo'yamiz, chunki bu bizga kerak bo'ladi. Bu yerda yana biz mana buni yasaymiz, chunki bu bizga juda kerak bo'ladi. Survivalda yangi versiyada hamma bilsa kerak bu qo'shilganini. Okey, bu yerda yana nimalar yasasak bo'ladi biz. Mana buni daraxtga aylantiramiz. Endi undan o'zimizga kerakli bo'lgan eshikni yasaymiz. Va mana bu yerga eshikni qo'yamiz. Okey, nima bo'ldi? Voy, mana shu yerga ham qo'yib yuboraman men. O'zi unchalik yaxshi quruvchi emasman, lekin uyimiz uncha yomon chiqmadi, qarang. Endi biz bu yerdan chiqamiz. Bu yerda ari bor ekan. Yaxshi, mana yuribdimi? Yuribdi ekan. Okey, bizga kravat kerak. Qishloqlarning kravatlarini olamiz. Mana bu ham ko'rmayapti go'lim. Buni yana olamiz. Sandig'ini ham olamiz. Nima hech qilmayapman bo'ldi. Bizga yana bitta sandiq kerak. Sandiqlardan qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Okey, bo'ldi. Bu narsalarni olamiz. Lekin bizda 3 ta sandiqmi? 3 ta bo'lib ketdi-ku, men e'tibor bermagan ekanman. Buni bittasini otib olamiz. Bizga kerak emas. Endi uyga boramiz. Yo'q, o'zi kech bo'lyaptimi? Bir pasda kech bo'lyapti, g'alati, mayli. Bu yerdan uyga qarab yuguramiz. Mana bu yerda yana ari yuribdi gullarning ustida. Mana uyimiz juda chiroyligina bo'lib turibdi bu yerda. Uyni lekin hali tomini ham qilmaganman, to'g'risini aytsam. Bu yerda o'zimizga kerakli narsa yasaymiz. U ham bo'lsa narvon. Narvonni 3 tasini mana bu yerga qo'yamiz. Ana endi uyni 2-qavatini ham keyinroq quramiz, 2-qismda, chunki 1-qism anchagina ko'p bo'lib ketyapti. Okey, bu yerda narvon 3 ta bo'lib qoldi, 4-inchisi yetmay qoldi. Endi shunga yana bitta emas, 3 ta yasadik, 2 tasi ortib qoldi. Endi nima qilamiz, mayli. Bu yerni biroz yoritamiz. Yoritmasak hozir bu yerda ham zombilar spawn bo'lishi mumkin.
Yana bilmadim, men uncha yaxshi bilmayman, lekin qorong'i joylarda zombilar spawn bo'lishi mumkin. Okey. Bu verstak yoqmayapti, boshqa joyga olamiz bularni ham. Kirganda sal xunuk bo'lib qolyapti, shuning uchun chiroyliroq bo'lishi uchun bu yerga kravatni qo'yamiz va bu yerga verstak, bu yerga esa ikkita pechkani joyini qo'yamiz. Okey, ana endigina chiroyli uyimiz bo'ldi. Bu yerda nimalar bor ekan? Hammasi hozircha yaxshi, hech qanaqa ovoz chiqayotgani yo'q. Chunki biz mana bu yerda uxlasak ham bo'ladi. Yo-mayo, nimaga uxlay olmayapman? Nimaga men uxlay olmayapman, do'stlar? What the? Nimaga uxlab olmayapti, nima? Hech qanaqa monster yo'q-ku, adashmasam. Bu yerda nimagadir men uxlay olmayapman, bola. Nimaga men uxlay olmayapman? Mana bu yerda nimadir bo'lishi kerak. Nimaga men o'zi uxlay olmayapman? Boshqa qishloqlarning uyiga kirib uxlashga harakat qilib ko'raman. Sen tur, qani uxlab ko'ray. Kiyomay, nimaga uxlay olmayapman men? Kiyomay. Nima edi bu? Golem ekan-ku. Men nimaga o'zi uxlay olmayapman, bazamizga qaytamizmi yoki? Bo'ldi, bazamizga qaytamiz. Kiyomay, zombilar yuribdi ekan. O'zi nimaga uxlay olmayapman? Kiyomay, men qayerdan tushdim? Qanaqasiga tushdim? Yo-mayo, nima bu endi? Qanaqasiga keldim? Hech qanaqa mod qo'shmadim-ku. Bu qanday monster? Buni oldiga borsak bo'ladimi? Bu bizni lekin ko'rmayapti. Uncha yaqindan ko'ramas ekan. Menimcha uni ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Shundan foydalanishimiz kerak, lekin biz yo-mayo, hozir uxlayman. Mana kelyapti. Qulab ketdim. U ovozini eshitib qolmagan bo'lsa kerak. Buni chiqib ko'rmasak bo'lmaydi. Uni ko'zi yaxshi ko'rmaydiganga o'xshaydi bu monsterni. Yo-mayo, bola meni ko'rmayapti. Sekin oldiga borib uni urishga harakat qilib ko'raman. Meni ko'rdi. Qochish kerak. Run degan yozuv chiqdi, ya'ni qoch degan yozuv chiqdi. Biz yugurib qochishimiz kerak endi. Nima endi bu? Voy, yugurib kelyapti. Qanaqasiga bu? Qutqarsang-chi meni. Nima edi? Yugurvoy, qutqar meni. Yugurvoy bilan hozir urushadi, biz qochamiz. Run deyapti, bor kuching bilan yugur deyapti. Tiqilib qoldi. Do'stlar, tiqilib qoldi. Shundan foydalanib, yo-mayo. Qochish kerak bu monster. Qanaqasiga kelib qoldi bu bizning dunyoga? Bizni bechora golem ham hozir o'lib ketadi. Axir yugurvoy. Tez uyga kirib mana bu yerni yopib tashlasak hozir o'lib ketamiz, do'stlar. Tez yopib tashlaylik, ana monster ham hozir kelib qoladi. Hamma joyni yopib tashlaymiz. Bu juda yomon kun bo'lyapti, to'g'risini aytsam. Bo'ldi. Voy, sekin bu yerga qarab ko'ramiz. Hech kim yo'qmi? Tepaga qaraylik. Run deyapti. Qani u? Mana bizni ko'rdimi? Yo'q, bizni ko'rmadi, adashmasam. Yaxshi, bizni ko'rmadi, lekin sekin kelyapti. Voy, yuguryapti, do'stlar. Yuguryapti. Yo-mayo, ona ko'rishlarni qo'llari kelyapti. Bo'ldi, u ketdi. Endi hech qanaqa qo'rqishga hojat yo'q. U aniq ketganga o'xshaydi. Ovozlari ham umuman chiqmay qoldi. Endi bu yerdan chiqamiz. Nima yozuv chiqsa? What the fuck?